Assalomu alaykum, muhtaram xos erkaklar. Ba'zi erkaklardan o'rgilsamda, shu qo'lida bir zotni borib ma'nisiga yetishib bor zotga Allohim shukr deb zot qilmaydi. Masalan, qanday ayollarga insonlar, ya'ni erkaklar qanday ko'z bilan qaraydi? Yo, mana g'alati fikr qilmanglar-ki, maysa ko'chada o'tgan xotinga yo'q. Har kim, har erkak o'z ayoliga qaysi ko'z bilan qaraydi? Qanday qilib qaraydi? Nima ko'z bilan qaraydi? Va bu bor gavhardan qanchalik bahra olib, lutf qilib, mehribonlik bilan yashab, minglab shukr qiladi. Kelinglar shuni bir qissak, xayoliy qissa bilan o'tkazsak, shoyat tushunib olsak. Aytadi, bir shaharda shu erkaklar bor ekan, bu shaharda butun erkaklari hammasi undan ko'ra yaxshiroq, bundan ko'ra yaxshiroq, bundan ko'ra yaxshiroq, bundan ko'ra yaxshiroq deb hech kimni ayollarni aksariyatini xolamas ekanlar. Masalan, qanday bo'pti? Imtihon qilish uchun shaharda bir necha qavatlik bitta baland apartman tuzatibdilar. Bu apartmanda qanday bo'lar ekan? Har kim uylanaman degan odam chiqsin birinchi qatta, ikkinchi qatta, uchinchi, to'rtinchi shunday ketaveradi tepaga qarab. Lekin birinchi qatta bor ayollar yozilgan bo'ladi eshikdaki, mana shunday xosiyati, shu narsalar qo'ldan keladi deb, yana tepaga chiqdingmi buni xolamasdan qonun sharti shuki pastga qaytib tusha olmaysan. Xolamasang tepaga keta olasan, lekin pastga qaytib tusha olmaysan. Qanday bo'libdi deydi? Bittasi chiqibdi. Birinchi qatga chiqsa bir katta lavha, yaxshi qog'ozda yozilgan. Bu qatdagi, bu davrdagi, ya'ni bu manzildagi ayollar ichkarida agar uylanmoq istasanglar, faqat uylaring hamisha gulday ko'p, tamiz, pok, sutra va hamma narsa tartib bilan joy-joyiga terilgan. Alloh. Shu raqam xotinlar nima kamchiligi bor? Yo'q, bitta balandga chiqaylik, qanday ekan? Bundan ikkinchi qatga chiqibdi. Ikkinchi qatga chiqsa yozilgan, bu yoqdagi ayollar uyini ko'p pokiza qilishni yaxshiroq biladi va uning ustiga ikkinchidan nima? Ayollarni, bolalarini juda ham yaxshi tarbiya qilib, oxirida yaxshi inson qilib tarbiya qilib chiqara oladi desa, Alloh, nima kamchiligi bor ekan? Yo'q, bir yana bitta balandga chiqaylik, qani bundan yaxshiroq bordirmaydi. Bundan balandga chiqsa nima? Bu yoqdagi, bu manzildagi ayollar ham uyini, joyini pok, sutra, hamma narsa tartibga terilgan qilib sarishta qila oladi, ham bolalarini ko'p yaxshi qila oladi tarbiya qilib, va ham bir iymondor ayolki ibodatlarini va shavq-zavq bilan qilib butun bolalarini ham hammasini nima qiladi? Islom yo'liga tartib qilib chiqar, tarbiya qilib chiqaradi desa, Alloh, nima kamchiligi bor? Yo'q, bitta yana balandga chiqaylik, qani shu erkaklarda o'rgilsakda, shu qo'lda boriga, qanday 3-ga chiqqandan keyin nima 4-ga chiqadi? 4-ga chiqqanda yozilgan, bu manzildagi ayollar ham uyini pok sutra saqlaydi, ham bolalarini yaxshi tarbiya beradilar va ham nima? Ham iymoni pok, iymondor ayollar va nima ustiga ko'p bir chiroyli, hasin, hammasi pari chehra ayollar. Alloh. Oxir topdik, kiraylik-ku. Kelinglar. Yo'q, bitta yana tepaga chiqaylik, qani. 5-ga chiqadi. 5-ga chiqsa o'sha narsalarda uyini yaxshi pok saqlaydi, bolasini yaxshi tarbiya qiladi, iymoni ko'p qaviy va ham chiroyli. Ustiga nima? Ko'p bir romansiy muhabbatni biladi, erlarini faqat yosh bola saqlaganday noz berib, darvozadan kelganda xush kelibsiz deb o'zi kutib olib, ketayotganda ham sog' amon borib keling, Alloh yoriz bo'lsin, xo'jayin jonim deb
chiqarib yuboradi. Shunaqa muhabbat bilan erini yosh bolasiday noz berib tarbiya qilib katta qiladi desa, ha bo'ldi, olgin shuncha sharti bo'lgan. Nima kamchiligi bo'lsa, yana bitta balandga chiqamiz. Balandga chiqqan ekan, nima bo'pti? Undan yaxshisi 6 zotli shunchalik bo'lgandan keyin 6-chiga chiqsa, yozibdi, mutaassifona bu manzilda ayollar yo'q, bo'sh va sizdan oldin 5.992.082 odam kelgan edi, siz 83-chi bo'ldingiz. Hamma zotdan quruq qolgan. Meni maqsadim nima? Ey aziz inog'alarim, har kimni o'z qo'lida bor ayoli faqat bir Allohning bergan gavhari. Agar yaxshilab tushunib ko'rib, qo'li yetmagan zotdan umid qilib, undan nima qilib, havas qilib yurgandan ko'ra, o'z ayoli bilan rohat zindagi qilib, alhamdulillah, meni xotinim hech kimdan bir kamchiligi yo'q deb zot qilsa, hayoti ham shirin bo'ladi, o'zi ham yashaydi, shirin ham bo'ladi va uydagi u gavhar yaxshi xotinini qadri qiymatini ham bilib, har qancha muhabbat qilib ko'nglini shunga qo'yaverdimi, shunchalik hayot shirin bo'ladi. Umidki hammamiz o'z qo'limizda borga shukr qilib turib, ne'matini bilib turib, qo'limizda bor qush, bir misol borki, qo'lingda bor bitta qush daraxtdagi 100 tadan yaxshi deydik. Olaman desang uchib ketar deydi. Boshqa ayollarga havas qilmay, ko'ngil solmay, o'z ayolimiz bilan jo'ra va rohat yashaylik. Umidki tushungan bo'lsak, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' va amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.